Mijozlarimiz uchun MCM Cobalt'larni tuning qilishdan charchamayapmiz. Avtomobilimizdan to'liq shumoizolyatsiya qilib berganmiz. Eshik shifkadagi material chastlarini qo'jinli qilib berganmiz. Original dominant Magicar 908 ustunovka qilib komplektida vatan star stoplarni o'rnatib berganmiz. Malibu 2 barimizdan ham ustki qismini detalini Black Piano qilib o'rnatib berdik. Hamma funksiyalari joy-joyi o'rni-o'rnida ishlaydi. Ruchnoy tormoz elektronniy, parada siden abagrev, bagaj knopkalar joylashtirib berilgan. Alcantara bilan ishlov berilgan, juda ham chiroyli dizaynda bo'lgan sidena chexollarimizdan ham komplekt qilib o'rnatib qo'yganmiz. Malibu 2 rulli originaldan ustunovka qilib berganmiz. Cruise control podключение bo'lgan. Orqa pistoklari dальний, signal, o'rta signal, bu yoq tomoni polniy multimediasiga TS ulab ishlatilgan. TS CC3 originaldan ustunovka qilib berganmiz. TS monitorimiz o'zini Full HD orqa kamerasiga ega. Bu orqa kamera, obzor qaranglar, tiniq, idealniy. Endi parkovkaga yuramiz. Bu oldi registrator. Oldi orqa kamerasi zapis qiladi. Oldi kamerasi labovoyda joylashtirilgan. Hamda qolgan detallarini Black Piano bilan ishlov bergan holatda ko'prik qilib berganmiz. RS oblisovkalarni integri chassis bilan birga komplekt taqib berganmiz. Bumper setkalari ham ichida bo'ladi. Tumanka ochkilarigacha Black Piano qilingan. Avtomobilingizda tashqi qismidan bitta baho berasizlar. Turishini qaranglar videoni. Mana shu 17-razmerli diski ham shu videoni anchagina ochib bergan. Idealniy chiqdi.